Leşimizi devamlaştırımız hürmetli vatandaşım. Endiki mavzumunda. Prezident Trump'ın yeni Afganistan stratejisi Pakistan'ı dəstəb ötdü. Mavzula xəbər 8-ci yəni 22-ci gün Amerika avazının Xitay dili proqramı elan qılındı. Xəbər mündəq başlandı. Amerika Qoşmuş Ştatlarının prezidenti köp yıllardan beri Amerika'nın Afganistan qaratqan uruş siyasətini bütünlüy israfçılıq dep qarab kelgen. Növbətdeki prezident Trump köp yıllardan beri, mesela sayılan düştüm burumu. Köp yıllardan beri Amerika Qoşmuş Ştatlarının prezidenti köp yıllardan beri Amerika'nın Afganistan qaratqan uruş siyasətini bütünlüy israfçılıq dep qarab kelgen. Lekin muşu haftanın birinci günü prezident Trump nemişqa hazır Afganistan'a bergen vədimizni çiң turuş Amerika'nın devlet menfaatiga uygun dep qaraydiganligini çendirip etdi. Muşu haftanın ahırda prezident Trump Afganistan'a bergen vədimizni çiң turuş bu Amerika'nın devlet menfaatiga uygun dep şərhiledi. Düşenbe günü keşte Washington şehrinin sırtındaki harbiy bazıları notok sözlegende Prezident Trump konkret şart-şarait asaslanıp bu devletki teröristlara zerb berişinin metodunu jakalı. Yani Afganistan'daki teröristlara zo'ravonlarga zerb berişinin metodunu jakalı. Prezident mundaq ko'rsatdi. Bundan keyin Amerika o'zining armiyasini ishlatib demokratiya qurmaydi. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Bundan keyin Amerika o'zining armiyasini ishlatib demokratiya qurmaydi. Yoki Amerika o'zining obrazi orqali boshqa davlatni o'zgartmaydi. Bundan keyin Amerika o'zining armiyasini ishlatib qaysi bir davlatda demokratiya qurmaydi. Lekin Amerikani yani shundaqla Amerika o'zining obrazi orqali boshqa davlatni o'zgartmaydi. Demak, Amerikaning bari. Prezident Trump bundaq ko'rsatdi. Amerikaga tahdid soladigan terroristlarning bexatar bir lagerga erishishni cheklash hamda bu kishilarning yadro qurollariga erishmasligiga kafolat qilish prezident bundaq ko'rsatdi. Yana bundaq ko'rsatdi. Hozirdan boshlab so'bikda vaqt jadvali bizning strategik siyosatimizga yetakchilik qilmaydi. Balkim yer yuzi sharoitlari yetakchilik qiladi. Amerika'nın düşmanları Amerika'nın planını ebedi bilmeydi. Yoki bizden kol selişimizni kütüp saklap durdu. Kaçan qayerden hücum qilamiz, biz bunu aytib bermeymiz. Kaçan qayerden hücum qilamiz, biz bunu aytib bermeymiz. Lekin biz çoqum hücum qilamiz. Başta nemi dedi? Amerika armiyasi orqali boshqa bir davlatga demokratiyani tanmaydi ya demokratiya qurmaydi boshqa bir davlatga. Endi mayadi biz qachon qanday vaqtda hujum qilamiz, hujum qilaveramiz deydi. Bu hujum armiyaviy harbiy hujummi yoki ideologiyalik va yoki siyosiy xarakterli hujummi? Men tushunolmadim, meni kechiring hurmatli vatandoshlar. İsmini oshkorlashni xohlamaydigan xabardor kishilarning oshkorlashicha Prezident Trump Afg'onistonga 4000 nefer asker ebetiş planıga təsdiq saldı. Növbət Afganistan'da Amerika'nın 8400 nefer askeri qismi turvatıdır. Bunların içinde köpçülüğü Afganistan armiyası məsləhətçilik qılır. Prezident Trump nutq sözləb az vaqt ötmey Amerika Qoşmuş Ştatlarının devlet işlakatı ve tellersin bayanat ilan qilib bundaq ko'rsatdi. Afganistan hükümeti bilen Taliban o'rtasida oldingi shart qo'ymay suhbat o'tkazishni qo'llashga tayyorlik qilamiz. Biz xalqaro jamiyatning bo'lib Afganistanning qo'shni davlatlarining biz bilan birlikda Afganistan tinchlik qurilishini qo'llashini umid qilamiz. Biroq Prezident Trump nutq so'zlaganda intayin oshkor va bevosita holda Pokistonga ogohlantirish berdi. Biz izchil holda Pokistonga bir necha milliard dollar yordam berib keldik. O'xshash vaqtda Pokiston biz zarba beradigan zo'ravonlarga panohlik berdi.
Prezident Trump qasam bergandek mundaq dedi. Bu ahval özgürleşi gerek. Derhal özgertilişi gerek. Bu ahval özgürleşi gerek. Derhal özgertilişi gerek. Prezident Trump nutq so'zlashdan burun muavin prezident Pence haftaning birinchi kuni Prezident Trumpning talabi bo'yicha Afg'onistonning prezidenti G'ani bilan telefonda suhbatlashdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat majlisi mundaq ko'rsatdi. Devlet İşler Katibi Tillerson, Pakistan'ın prezidenti Abbas, Hindistan'ın Tashqi ishlar ministri Sivraj Khanım ve Afganistan'ın Tashqi ishlar ministri Rabbani bilan telefonda so'zlashdi. Amerika'nın bu devletler bilan qanday hamkorlashni xohlaydiganligini muhokama qilishdi. Yeni 11 sallar ayın xarakterlik strategik siyaset bilan Janubiy Osiyo vaziyatini muqimlashtirishni muhokama qilishdi. Diqqat vatandoshim. Yeni 11 sal rayon xarakterlik strategik siyaset bilan Janubiy Osiyo vaziyatini muqimlashtirishni muhokama qilishdi. Prezident Trump haftaning birinchi kuni nutq so'zlab bo'lgandan keyin davlat mudofaa ministri James Mattis mundaq ko'rsatdi. Prezident Trumpning strategik ko'rsatmasi har qaysi apparatlardan olqib o'tib, qattiq tekshirilgandan keyin e'lon qilingan edi.